O'g'lim hozir o'smir yoshda, har doim telefonni bizdan bekitib yuradi. Tungi 2-3larda ham oynasidan qaraganda telefonida behayo videolar ko'rib uxlamaydi. Bir necha bor kirib dakki ham berganman, qilgan ishidan ozgina uyalgan. Ammo bu ishini hozir ham davom ettiradi. Men o'zi yolg'iz onaman. Farzandimni bu yo'ldan qanday qaytarsam bo'ladi? Chunki qattiq gapirib qo'ysam, o'zim nimadir qilib qo'yishidan juda ham qo'rqaman. Bizga jo'natilgan bu murojaatda jon bor. Qashqadaryo viloyatida bola aynan mana shu sabab o'z joniga qasd qilgandi. Chunki telefondagi videolar sabab o'qituvchi va ona unga yaxshilab dakki bergan o'shanda. O'smirlik yoshi bir gap kamlik, arzimagan ikkita gap ko'plik qiladigan davr. Pornografik videolarni esa bu yoshdagilar maktabda, ko'chada, o'rtoqlari bilan maxsus saytlardan bemalol topa oladigan yoshda ular. Facebook'dagi yopiq guruhda esa Qashqadaryodagi voqeani ko'rib ko'pchilik o'z fikrlarini aytib o'tgan. Masalan, bir foydalanuvchi ona gapirishga botina olmasa, bunaqa yoshda otalar katta bo'lib qolding deb o'g'li bilan shu mavzularda gaplashish kerak degan bo'lsa, yana bir profilda bu tabiiy fiziologik jarayon, chiroyli va nozik suhbat buning davosi. Kimdir oldinroq, kimdir sal keyinroq qiziqadi bunga deya izoh qoldirgan. Yana bir tarmoq faoli esa o'g'lining telefonida shunday videolar ko'rganida uning repetitorga borish soatlarini ko'paytirib, telefonini oddiysiga almashtirib berganini yozadi. Bunday hollarda ko'pchilikda pozitsiya turlicha. Kimdir buni normal qabul qilsa, boshqalar hammasi o'z vaqtida bo'lishining tarafdoridir.